Mana xotin, bugungi foydadan $300. Senga, ha $300 bo'lsa? Ha, birinchi xotiningizga. Ne, seni qotirasan? Ha, senga qanday e'tibor qilayotgan bo'lsa, unga ham xuddi shunaqa e'tibor qilib qo'yishim kerak. Ha, o'rtada adolat bo'lishi kerak-da, xotin. Ha, shuning uchun mana pulni o'tdan bo'lib beraman ikkalinga. Atajonsi, shu safar unga 200 mingga 400 Boring. beraman. Bo'ptonasi, men ketdim. Siz qayerga ketyapsiz? Bir aylanib keling. Ha, yana birinchi xotiningiz bilanmi? Kecha seni aylantirib keldim-ku, ha bugun uni aylantirib kelaman. Unga mehr, e'tibor kerak. Bo'lmasa senga o'sha xafa bo'lib qoladi. Mana yana kundoshim shtrafga tushibdi. Kundoshing tushmagan, ha men shtrafga tushganman onasi. Yonini olmay adasi, yonini olmay. Doim kundoshim tushadi, biz to'ylaymiz. Kundoshim tushadi, biz to'ylaymiz. Qachongacha chidab bo'lmaydi. O'zi to'ydan oldin bilmagan ekanman. To'ydan oldin aytganman-ku senga bordim. Chidaysan. Sabr kosam to'ldi. Erim senga pullarni bersa, mehrlarni bersa, sen oilamiz buzilishiga sababchi bo'lyapsan. Nima faqat chaqiryapsan? Meni bo'sh qo'yapsan ikkala. Men birinchi xotiningiz bilan gaplashyapman. Sen mana shu yomon ko'rgan kundoshing aslida sen bilan tanishishimizga sababchi bo'lgan. Chunki sen oldingi shu mashina haydab borganman deb. Xotin, bir gap unutmang. Erkak kishini birinchi xotini mashinasi bo'ladi.